Assalomu alaykum. Endi siz bilan bugun 16-martda aynan 16-sanada tug'ilgan insonlar haqida gaplashamiz. Ya'ni yuqorida ham berganman, kengina ma'lumotlar bor, kontentimda toping. Podpiska tugmasini topib, albatta rasm joyini bossangiz, kontentimda hamma sanalar chiqadi. Farzandingizniki, o'zingizniki va albatta turmush o'rtog'ingizniki yoki umr yo'ldoshingiz, yaqinlaringiznikini bilishingiz mumkin. Endi esa sizga 16-sanada tug'ilgan insonlarni keng yoritib beraman. 16 kod energetikasini yoritib beraman. 16 bu bir energetikasi nimani bildirar ekan? Bir kodi nimani bildirar ekan? Bu boshlanish, yetakchilik, liderlik, iroda. Bu shunaqangi yer olamida bu energiya kirib keladi va siz buni shaklan ko'rsatasiz, berasiz olamga va buni evaziga sizga pul keladi, munosabat keladi, hayotingizdagi jabhalaringizni to'ldirishingiz uchun siz foydalanasiz. Endi esa 6 soni, 6 kodi qanaqangi energetikada kirib keladi, siz yer olamiga qanday shaklda berar ekansiz. Bu 6da aynan muhabbat energetikasi shaklan ko'rsatasiz. Bu insonlar o'ta muhabbatli bo'lishadi, chiroyli munosabat qilishadi, chin dilidan munosabat qilishadi. Ular uchun uy muhim, erkak, ayol bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun boshqa erkaklarni ko'rib turib ayollar nimaga buni eri bunaqa, meniki bunaqa emas degan savolingizga nuqta qo'yasiz. Chunki har bir insonga o'zini sanasi, tug'ilgan sanasi orqali energetika berilgan va bu energetika shakliga ega iste'dod, talant ulardiki va hamma o'zgacha. Shuning uchun inson o'zini ongli ravishda bilib olsa, o'zini kashf etsa, ong dasturini bilib olsa, boshqa insonlarga o'zini solishtirmaydi, hayoti go'zal va hayotini sifati oshib boradi. Endi qarangki, oila va muvozanat ekan. Ya'ni bu insonlarda ichki muvozanat bor ekan. Lekin bir bilan 6ni qo'shganingizda 7 energetika kodi ham kirib kelar ekan. Bu yana bitta siri. Endi qarangki, 16ni energetikasi birga uyg'unlik holatida vayron qilish va yangidan qurish energetikasi bor ekan. Bu kodli insonlarda hayotga muammolar orqali ruhan kuchli bo'lishar ekan va ma'naviyatni qadrlar ekan. Endi ya'ni ma'naviyatda o'sar ekan. Ya'ni bu insonlarga muammo keladi va bular ey Allohim deb albatta Allohni biz qiyinchilik vaqtida ko'proq eslaymiz va shunda ular ma'naviyat tomoni ochilar ekan. Agarda siz tabiiy ravishda ma'naviyat